Lionel Messi Ispaniya terma jamoasida o'ynashi mumkin edi. Hozirgi kunda Paris Saint-Germain bosh murabbiyi Luis Enrique 2005-yilda Messini Ispaniya terma jamoasiga taklif qilgan. 2005-yilda yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati oldidan Messini Ispaniyada o'ynatmoqchi bo'ldik. Otasi Leo nima desa shu bo'lishini aytdi. Futbolchi bilan gaplashdim. Sovrinlar yutishni xohlaysanmi? Ha, Barselona va Argentina bilan barcha yutuqlarga erishmoqchiman dedi. Barselonada kafolat bor, lekin Argentinaga ishonch yo'q. Kel, yaxshisi Ispaniyani tanla. Yevropada o'yna. Chempion bo'lish imkoniyating kattaroq bo'ladi dedim. Leo esa menga mana bu javobni berdi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. O'zimniki bo'lmagan jamoada chempion bo'lishdan ma'no bormi? Mening orzuyim Argentina bilan chempion bo'lish. Messi o'sha turnirdayoq Argentina bilan yoshlar o'rtasida chempion bo'ldi. Undan keyin ham barcha orzulariga erishdi. Shunchaki tasavvur qilib ko'ring, Messi Ispaniya terma jamoasini tanlaganida nimalar bo'lishi mumkin edi?